Kriptoaktivlar bilan bog'liq faoliyatni amalga oshirish uchun amaldagi qonunchilikda muayyan tartib va talablar belgilangan. Ushbu qoidalarga rioya qilmaslik esa qonunchilikda nazarda tutilgan javobgarlikka sabab bo'ladi. Jizzaxda 25 yoshli fuqaro qiymati 170 million so'mga teng bo'lgan kriptoaktivlar savdosini amalga oshirgani aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozir shu haqda. Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi olingan tezkor ma'lumot asosida o'tkazilgan tezkor tadbir va tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida internet tarmog'idagi kripto birjasidagi elektron hamyon orqali kripto aktivlar savdosi bilan qonunga xilof ravishda shug'ullanib kelgan shaxs faoliyati fosh etildi. Tekshiruv jarayonida mazkur elektron hamyondan foydalangan shaxs Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida yashovchi 2001-yilda tug'ilgan fuqaro ekani aniqlandi. Aniqlanishicha, u o'zining telefoniga kripto birjasi mobil ilovasini o'rnatib, undagi elektron hamyoni orqali 2025-yilning 16-dekabridan 2026-yilning 30-martiga qadar qiymati 170 million 140 ming 39 so'mga teng bo'lgan kripto aktivlar savdosini amalga oshirganligi ma'lum bo'ldi. Tergovga qadar tekshiruv materiallariga asosan 2026-yil 2-iyul kuni mazkur fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda jinoyat ishi doirasida dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Eslatib o'tamiz, amaldagi qonunchilikka muvofiq kriptoaktivlar bilan bog'liq faoliyatni amalga oshirish faqat belgilangan tartibda litsenziyaga ega bo'lgan subyektlar orqali va qonun talablariga qat'iy rioya qilgan holda yo'l qo'yiladi. Qonun talablarini buzgan holda kriptoaktivlar ayira boshlash yoki savdosini amalga oshirish belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi.